Qayum va Gulsevar. Urgut tumanida tug'ilganman. Hozirda 17 yoshman. Mening eng katta qahramonlarimdan biri bu ota-onam bo'lishdi. Ota-onam har tomonlama menga dalda berishdi. Men AQShning 8 ta universitetiga grant yutib oldim. Men hozirda o'zimning xalqaro jazz nashriyotida chop etilgan ilmiy maqolamga ham egaman. Hozirda esa maktabni oltin medalga bitirayotgan yoshlardan biriman. Yana bir yutuqlarimdan biri bu xalqaro MUN konferensiyasida speaker sifatida ishtirok etdim. Tengdoshlarimga maslahatlarim: hech qachon orqaga qaramay, faqat oldinga intilishlarini so'rayman.